endi siz uy qurishga yoki biznes boshlashga umuman qiynalmaysiz. Chunki farg'onalik akalarimiz mana shunday konteynerdan bo'lgan bir xonali uylarni bitta telefon bilan 4 kunda joyingizga o'rnatib berib ketishyapti ekan. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, azizlar. Men hozir Farg'ona viloyat Uchko'prik tumaniga keldim. Bu yerda akalarimiz ko'chma uy, ko'chma do'kon, ko'chma kafe, xolodilnik, xullas uy odam yashaydigan nima bo'lsa hamma narsani chiqarishyapti ekan. Bizga hozir to'liq ma'lumotni Ali akamiz, ya'ni usta akamiz o'zlari beradilar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sizmisiz? Hormaylar. Salomat. Juda yangilikni zo'rini qilsalar aka, ko'rib juda xursand bo'ldik, chunki bunaqasini hali ko'rmaganmiz, tardikadaqasini. Bitta to'liq ma'lumot berib bersangiz, juda ham xursand bo'lardi aka. Konteynerdan do'kon, uy, ko'chma nima bo'lsa qilib berilyapti. Bu issiq sovuqda ushaydimi deganlarga stiklavatli bo'lyapti, penaplex bo'lyapti, ustidan dekor plus yoki dekorning o'zi, xolodilnik deganlarga tunika fondan o'rab beryapmiz. Hattoki xolodilnik qilib beryapsizlar aka. Dastavkasi vodiy bo'ylab besplatniy. Vodiy bo'ylab besplatniy. Agar ya'ni tog' o'rtaga, Toshkent shahriga yoki vohalarga bo'lsa qanaqa bo'ladi? Kelishilgan hollarda. Xo'p, mana bu yerda usta akamiz hozir ishlayapti ekanlar. Bitta operator o'zi bitta kirib ko'rsatib yuboring. Uni ko'ringlar do'stlar. Shunchaki penaplex emas, orqasiga hattoki o'sha hammamiz biladigan stiklavatani, ya'ni shum izolyatsiya bo'lgani hamda issiq sovuqni o'tkazmaydigan narsalarni ham o'rnatib ketishyapti ekan, hurmatli obunachilar. Mana bemalol ko'raverasizlar. Xo'p, konteynerlarda tagi ham mana ko'rib turibsizlar, o'sha o'zlarining mahsuloti, hech qanaqalik ba'zilar aytishyapti, olib taxta qo'yapti. Yo'q, taxta emas, konteyner o'sha o'zini baquvvat pol taxtalaridan ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, aka, yana assortimentlaringiz bormi? Bitta tayyorni obunachilarimizga bitta ko'rsataylik bo'lmasa, ha? Ikkita tayyorimiz bor. Ikkita tayyorlaring bor, ha? Bor. Buni qaranglar obunachilar. O'ta go'zal, chiroyli ishlangan ekan. Xo'p, xohlovchilar uchun akamiz hozir aytdilar, 2 qavatli ham qilib berishyapti ekan. Birinchi ichkariga kiraylik. Shovqin yo'q, bemalol gaplashamiz, ha? Kiring aka. Xo'p. Uni ko'ringlar do'stlar. Komfortmisan, komfort bor-ku. Hozir nima deydi, operatorlar kirib kelyapti, ana, komfort do'stlar. Uni ko'ringlar. Tiniq remontlar qilingan, hattoki gilamlarigacha to'shalgan ekan. Endi faqat buni nima deydi? Tokka ulaysizlar, bo'ldi. Hattoki razvedkalarigacha, ikkita svitlarigacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Hattoki mana ko'rib turibsizlar do'stlar, romlarini ham yaxshi romdan, ya'ni plastrom aka bu. Plastrom, Redpen kompaniyasidan. Xo'p, do'stlar, plastromlardan qilib qo'yishgan ekan. Uni qarang, ko'zga yoqadigan chiroyli rangda qilingan ekan. Ya'ni mokri asfalt deydi xalq tilida do'stlar. Seri rang ham desak to'g'riroq bo'ladi. Aka, bu haqida bitta to'liq ma'lumot berasiz? Bularimiz 580 ga 225 bo'ladi. Xonaning kengligi. Balandligi 230 bo'ladi. Ikkita derazamiz bo'ladi. Oynalarimiz 2 qavat bo'ladi. Terilamaydigan, zakazniy sifatida yasalingan. Eshiklarimiz ham zakazga yasalingan. Ruchkalari ham baqvat ruchka. Qachon qulflab ketsangiz ham, o'g'ri hech qachon kelib turib, buzib ketadigan darajadagi nozik ruchka emas. Ha, demak, yaxshi. Xo'p, do'stlar, hozir gaplarga e'tibor beringlar. 2 qavatli oyna qo'yilgan ekan. Ya'ni ko'p joyda haligi oddiy samodelni yasalgandan o'rnatib berishyapti. Boya aytdingiz aka, o'zlaringiz chiqarasizlar, ha? O'zimiz chiqaramiz eshiklarni. Eshik derazani ham do'stlar o'zlari chiqarishar ekan. Haligi nima deydi? Eshikni bitta yopsalaring, mana o'zlaring mana hozir e'tibor beringlar mana. Derazani yopdik. Yopsangiz umuman shum ham yo'q do'stlar. O'sha qishda issiq, yozda salqin turadigan ekan do'stlar. Xo'p aka, bu konteynerda, ya'ni uyni to'g'rirog'i narxi qancha? Bu $1800. Dastavkasi vodiy ichida besplatniy. Ha, vodiy ichida besplatniy $1800. Xo'p, yana bir narsa, 2 etajdan qilib berasizmi aka? Beramiz. 2 etajdan qilib berasiz, bemalol, ha? Xohlovchilar uchun. Xo'p, yana bir narsa, narigisini ko'rib qoldim. Hozir unisiga ham o'tamiz. Hattoki bo'lib ham перегородка qilib, bo'lib dush, hammom xohlagan narsani qilib beryapsizlar ekan, ha? Dush, hammom, ombor berilyapti. Qilib berilyapti. Xo'p, aka, paloslarni ham tashab qo'yibsizlar. Palosdagi hech nima bo'lmaydi, aka, poli bo'ladi, ha? Poli bo'ladi. Mana do'stlar. Mana tayyor bo'lgani. Aka, bu qayerga ketyapti sir bo'lmasa? Bu dashga ketyapti. Aha, tushunarli. Xo'p, narigisini ham bitta ko'raylik, ha, bo'lmasam. Do'stlarim, juda ham chiroyli, juda ham ajoyib qilib qo'yishibdi. Hattoki buni qaranglar. Hamma sharoit bor, bemalol. Ya'ni bitta inson keladi-da, kelib shunchaki eshikni ochadi va bemalol ichida yashayveradi do'stlar. Mana bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi
bitta deraza ekan, ya'ni. Bitta Aka, buni ham o'zlaringiz chiqargansizlar, Buni o'zimiz chiqaramiz. Bu ham 2 qavatli. 2 qavatli. Hop, do'stlar, bularning hamma oyna, ya'ni derazalarini oynaga 2 qavatli ekan. Buni qaranglar, juda ham o'ta go'zal qilib, chiroyli qilib ishlangan ekan. Aka, hop, buni ichida qanaqa nimalari bo'ladi? Komfortni anaqalari. Komfort stiklovatda bo'ladi, penoplast bo'ladi, dekor bo'ladi. Dekor 3 qavat bo'ladi, ya'ni, xohlovchilar uchun sal arzonroq varianti ham bormi? Arzonroq. Endi masalan, xuddi shuni masalan aytishim mumkin. Menga 2 qavatli, voy, 2 santli penoplast qilib ber, yo 5 santli qilib ber, yo qalinroq qilib ber, чтобы shum o'tmasin deganlar uchun ham imkoniyatlar bor, aka. Ha, talabga qarab narx tushib ko'tarilaveradi. Ha, demak talablarga qarab narx tushib ko'tarilaveradi. Xo'p, buni hozir skalatiga o'taylik. Skalatini boya ko'rgandek do'stlar. Xo'p. Buni narxini qancha dedingiz aka? 1600. $1600 aka. Hurmatli obunachilar, buni narxi Buni ko'ringlar do'stlar, mana. Aka, buni nima deyishdi? Shundoq qoldiradigan bo'ldilaring yo'q? Yo'q, ombor bo'ldi. Dalaga shipon bo'ldi. Bu yoq omborxona bo'lishdi. Kurakka, lapatga qo'yib qo'yadigan joy. Ha, demak dalaga shiponga olishdi buni. Shipon qilishdi. Do'stlar, mana shiponga olishdi, buni ombor qilib qo'yishdi. Xo'p, sizlar xohlasalaring, yashovchilar, ya'ni men o'sha ya'ni yangi chek quryapman, uchastka quryapman. Ustalar uchun yashagani joy desalaring, hattoki ombor yokida tualet yoki hammom, ya'ni dush ham qilib qo'ysa bo'ladi. Aka, qilib berasizlar hamma narsani. Dush, hammom, ariston, rakvinasigacha qo'yib beryapmiz. Ularimiz $2300 bo'lyapti. $2300 bo'lyapti ularning narxi. Va ularning hamma sharoiti xohlagan narsalarni qilib berasizlar. Eshik ochib beramiz ichkaridan. Aha. Bu yoqdan kirib chiqib bo'ladi, bu yoq yopiladi. Ha, bu yoq yopiladi. Aka, yana bir narsa, ko'chma do'konlar qanaqa bo'ladi endi? Ko'chma do'konlarni qilib beramiz. Ya'ni oldini ochib tashlab ham qilib berasizlar, rom qilib. Ha, do'kon qilib beramiz, yasab beramiz. Zakazga qarab, postavkalargacha qo'yib beramiz agar zakaz qilsa. Ha, xohlasa postavkalargacha qilib berasizlar. Mebelgacha tayyorlab beramiz zakaz. Do'stlar, mana xohlagan prosta telefon qilasizlar, akalarimiz xudo qolsa sizlarga chiroyli qilib yetkazib berishadi do'stlar. Xo'p. Bundan tashqari yana bir narsa, mana tayyor, ya'ni nima deydi, konteynerlar ham bor ekan. Bu nimaga desalaring, konteyner ham jo'natib berasizlar, aka, so'rashlaringiz bo'sh konteyner. Ha, tayyor konteyner ham sotiladi, bo'sh konteyner. Bo'sh konteyner sotiladi. Xo'p, aka, bular narxi qancha? $8 dan boshlanadi, sostenasiga qarab ko'tarilib ketaveradi. Sostenasiga qarab ko'tarilib ketaveradi. Xo'p, aka, yana bir narsani so'ramoqchi edim. Hozir do'kon deyapmiz-a, ko'chma do'kon. Ko'chma do'konga so'raganlar uchun rangini o'zgartirib ber yoki hamma didi har xil. Menga falonaqa rang kerak, bo'yab beringlarsa, bo'yab ham beraverasizlarmi? Bo'yab beramiz, xohlaganingizga. Ha, bunaqa imkoniyatlar ham bor, demak. Xo'p, ko'chma do'konlar aka, primerni narxi qancha bo'ladi? Qaytarib yuboring. Primerni hali narx chiqarganimiz yo'q. Endi boshlaymiz. Narx chiqarsa, endi Telegramdan aloqaga chiqsa, ha, demak Telegramdan aloqaga chiqsa, xudo xolasa, narxini chiqarib aytib beramiz. Chiqarib aytib berasizlar uchun. Xolodilnikchi aka? Xolodilnikimiz $1900-$2000 ga qilib beryapmiz. Tunuka bilan ashika qilib, ichkarisini qalin 5 santlik, ya'ni penoplast qilib, stikovat qilib berilyapti. Ha, qilib berilyapti. Postavkalari bilan. Hurmatli obunachilar, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, akalarimiz kataloglar ham bor akasizlarda. Kataloglari ham bor. Bundan da ajoyib, bundan da zo'r konteynerlar, ya'ni konteyner uy deysizmi? 2 qavatli deganlar uchun 2 qavatli mana o'rnatib ham qo'yishibdi, hali buni bitirishmabdi. 2 qavatli qilib zinalarigacha qilib berishar ekan akalarimiz. Xudo xolasa, bitta telefon bilan ishlaring bitadi, hurmatli obunachilar. Telefon qilasiz, uyda o'tirib, keyin nima deydi, 4 kun ichida xudo xolasa uyingizga kelib, ya'ni o'rnatib berib joyiga, keyin undan keyin o'zlaringga manzur keladigan narsa bo'ladi do'stlar. Kichik biznes ochaman deganlar uchun yoki xolodilnik yoki xohlagan narsalarni qilsalaring bo'ladi. O'shani kesib tashlaymiz, operatorimiz g'alati bo'lib ketyaptilar. Xo'p, do'stlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. To'liq ma'lumot hamda katalogni olish uchun lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Telegram gruppamizga o'tsalaring, lokatsiyalarini tashlab qo'yganmiz do'stlar. Sog' salomat bo'linglar, baraka topinglar. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaringiz rivojlanib bersin aka.